kuniga $100 topib beradigan apparat mana shu bo'ladi akalar. Bir dona blokdan 5000 so'mdan foyda qilsa bo'lar ekan, Andijonga o'rnatib berishdi. Aka, bu liniyani necha pulga o'rnatib berdingiz? Xuddi shu ko'rib turgan liniyalar 20 ta qolibi, avtomatreska, suv bachok, hammasi komplekt $8000 uстановка qilib berdik. Demak, $8000 pul tikib, kuniga $100 topsa bo'ladi. Xudo xolasa bo'ladi. Avvalo yaxshi harakat qilish kerak. Faqat sotsanglar bo'ldi. Mana bu birinchi urinishda chiqqan bloklarimiz bugun mana o'rnatildi, o'rgatib qo'yishayotgan. Xudo xolasa bundan keyin ish boshlanadi. O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'izistonlarga ham mana shu gazoblok liniyalarini olib borib o'rnatib berish olar ekan. Aka, endi hammada $8000 pul yo'q. Eng minimum necha pul bilan boshlasa bo'ladi? $2500 dan $25000 gacha boshlasa bo'ladi. Bu liniyamiz $8000 ga o'rnatib berilgan. Ichiga nimalar kiradi? Mana shu ko'rib turgan barcha uskunalari hamda 20 ta qolibi, bir smenada 240 dona, 2 smena, ya'ni bir sutkasiga 480 dona blok ishlab chiqarsanglar bo'ladi. Ya'ni 2 smena ishlatadigan bo'lsanglar, o'rtacha kuniga $200 daromad qilsa bo'ladi degani. Akalar, motorlarga 1 yil, qoliplarga 2 yil kafolat berar ekan. Telefon raqamlarini pastga qoldiramiz, aloqaga chiqishingiz mumkin.